Mana ulangan kateter va kateterni 48 yoki 72 soat saqlashimiz uchun uni bog'lab olishimiz kerak. Hozir kuzatamiz, kateter aynan o'z joyida turibdi, leykoplastrlangan, hech qanday muammo yo'q bo'lgandan so'ng uni atrofini yana bir marta spirtlab olamiz. Ko'proq joylarini, ko'proq maydonni. Va aynan ertaga shu kateterdan foydalanishimiz uchun uni hozir bint bilan yaxshilab yopib olamiz, mikrob tushmasligi uchun. Tartib-olimda bizga bint kerak bo'ladi. Avval bintdan uchta mana shunday shaklda keladigan qismda kesib olamiz. Kesib olindi. Aynan mana bu joyi uchun bunda teshikcha hosil qilamiz. Hosil qilindi. Uni mana shunday qo'yib olamiz. So'ng bintni o'zi bilan yaxshilab bog'lab olamiz. Qo'lingizga aylantirib yaxshilab 3 martadan ko'proq aylantirib olamiz. Mikrob tushmasligi kerak. Ertasi kun ham ukol yuborishimizdan oldin tomirda qon qotib qolgan bo'lishi mumkin yokida kateter chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Biz yuborishdan oldin albatta tortib ko'ramiz. Qon kelyaptimi, kateter o'z joyidami? Uni bilib olamizda, so'ng keyingi dorini jo'natamiz. Kateter o'zi asosan kaf usti yoki bo'lmasam bukilmaydigan qismlarga qilinadi. Sababi bemor u bilan yotadi yokida kichik harakatlarni qiladi. Shu payti chiqib ketmasligi uchun bukilmaydigan qismlarga, ko'proq kafning ustiga qilinadi. Shunday yaxshilab bog'lab olamiz. Hech qayerida ochiq joyi qolmasligi kerak. Chunki keyingi kun foydalangunimizcha 24 soat ichida unga hech qanday mikrob tushmasligi kerak. Bog'laganimizda ham juda qattiq bog'lamasligimiz kerak. Ignani chiqarib yuborishi mumkin. Sekinlik bilan bog'lab qo'yamiz. Shu holatda 24 soat davomida saqlasak bo'ladi. To'liq bint bilan yopildi. Mana kateter to'liq yopildi. Unga hech qanday mikroblar tushmaydi. Biz bu jarayonni aynan do'kada bajardik, lekin buni biz leykoplastr orqali ham bajarishimiz mumkin. Leykoplastr bilan bajarganimizda ham o'sha kateterning atroflari to'liq yopilishi kerak va kateter qimirlamasligi ta'minlanishi kerak. Shundagina biz ertasi kun aynan shu kateterdan foydalanishimiz mumkin. Hozir biz yopish jarayonini amalga oshirdik. Ertaga foydalanishimiz uchun doka to'liq shaklda olinadi. Kateterning mana bu pastda ko'rsatib o'tdim, oq qopqoqchasi olinib, ukol yuborishdan oldin bitta tortib ko'riladi. Qon tomirda bo'lsa, qon kelinayotgan bo'lsa, keyingi ukolimizni, ya'ni dorini yuborsak bo'ladi.